Hi everyone, welcome back. And today we'll learn lesson 44. Sağdaş yaxşımsızlar. Әмсі 43-нің давам болған 44-ге давамлаштырып кетейлі. Андақта, бұл дәрісіміз асастық әне мәрсаңыл алдың қадым өгенген şu is there any білән are there any мұшышке жүміл шеклі оған дейін тайым мұйым шек өгенген әмді текстіке әмді мұшыны бүгенге бір 44-дің дәріс бір мәшіқі бәсек. Хош, әмсі экрандеке мұшы жүміләнеке nimi şekilde? Sual şekilde aylandırıp yapalım bala. Okay. Endi bu cümlemde sual cümle aylandırsak qanday bo'ldi desanglar, mushuningdagi bo'lishliq cümledeki some qanday qildi, any o'zgaradi, uningdagi BP'ni oldiga chiqib qo'ysak bu cümle qanday bo'ldi desanglar, mushu sual cümlega aylandi. Demak, there is some water in the kettle, chaynakda suv bormi? Desak nima? Is there any water in this kettle? Endi bu chaynakda suv bormi? Is there any water in this kettle? Okay, and there are some books in my bag. Meaning ki somkamda bir necha tal nima kitob bor. Endi bu ko'plik keschi desanglar, bu o'xshashlarni BP'ni olib o'tganmiz, samqani aniq olmasdan bo'ldi. Are there any books in my bag? Somkamda bir necha kitob bormi? And ma keyingchi, there is some coffee in the cup. Endi demakchi, stakanda azroq qahva bor. Endi stakanda azroq qahva bormi bo'lsa, is there any coffee in the cup? Is there any coffee in the cup? Okay, and stakanda azraq nim bormi? Qahva bormi? Xo'sh, and some are written exercise qaranglar savollar. Endi buningda qarab baqilgan bo'lsak, I can see some cups. Men bir necha stakanlarni ko'ra oldim, but I can't see any, glass deb berib tushunami? Endi bu yerga sanig'ini bo'lgan ismlar bo'lib qolib qolsa, buni chuqum demisdan olib ko'plik shaklida. Shunga I can't see any glasses. Lekin mana aynak stakanlarni qanday qilaman, ko'rolmadim. I can see some spoons. Endi men bir necha qo'shiqlarni ko'ra oldim, but I can't see any box. Box degan eshik bolalar. Lekin eshiklarni ko'rolmadim. Endi bu nima chuqum ko'plik boxes. Sanığını bulduğunlar ki bu kalsa müşahede some any kesime çok köplikini yazmış. Okay. Can you see some cars? His name is. Can you see some cars? Machine pick-up'larını kuralım mı? Bus yapışına mı? Dese I can see some cars, but I can't see some buses. Men bir neçe maşinlarını kuraladım, lekin avtobuslarını qanaqlamadım, ko'rolmadim. Can you see some cupboards? Okay, anda içine açık şkaflarını göreldinizmi dese? Yes, I can see some cupboards, but I can't see any shelves. Okay, anda ma shelf deganimiz cazite shunami, yoki takcha. Endi buning ko'plik shakli shelves. Oxiri F yoki FP bilan oxirlashgan bo'lsa, buningga S qatganda F yoki F ni V ga o'zgartib, nima qatimiz? ES qatimiz. I can see some cupboards, but I can't see any shelves. But I can't see any shelves. So I can see some folks. Endi men bir necha tal vilkalarni ko'ra oldim. Biroq endi nima? Taksini ko'rolmadim. Bu yerda taksi deganni yana o'xshashdan sanag'ini bo'lamda, bo'ladi. O'xshashdan nima desanglar, but I can't see any dishes. Lekin men nimani ko'rolmadim? Stakanlarni qanday qilamadim? Ko'rolmadim. But I can see any dishes. Xo'sh, hamsa, o mashq qarasanglar, kitoblardan bor. Masalan, bread on the table. Endi bu shuni to'g'ri tushunsangiz bo'ldi. Is there any bread here? Bu yer ozroq bo'lki bormi? Desa, yes there is. There is some on the table. Okay, there is some on the table. Demak, sanag'ini bo'lmaydiganlarning oldiga some ni qo'yamiz. Sanag'ini bo'lganlarning oldiga one ni qo'yamiz. Masalan, is there any milk here? Endi bu yerda sut bormi? Name is? Yes, there is. There is some in front of the door. Demek o'rni bor in front of the door. Oniki narsani bor milk deb tushunami? Is there any milk here? Yes, there is. There is some in front of the door. Nima? Eshikning oldida. Water in those glasses. Endi stakanlar tushunami? Endi bu yerda suv bormi desa, bor. U stakanlar azroq bor, tushunami? Demakchi, is there any water here? Endi azroq suv bormi? Yes, there is. Bor.
There is some in those classes. Ау стаканларда қанда азырақ ба. There is some in those classes. And the cats in the park. And the cats дегеніміз неме? Мүшіклер. And that in the park. Бағчыда. Demek, are there any cats here? We had azrak müşkler var mı? Demek, yes, there are some cats in the park. Ana ba, şu bahçede bir neçesi var. Demek, there are some cats in the park. Bahçede bir neçe müşkler var. What about pens on the desk? Şu partının üstünde kalemler var. Hem de bu yere kalemler var mı? Are there any pens here? Yes, there are. There are some in front of the building. Nima desanglar? Şu nimaninki binanın aldına. Yani there are some on the desk. Hemşire on the desk degan şu. Partının üstünde. Demek ki desk degan partda ishxonalar, sinflardagi şu ustalning deymiz, desk deymiz. There are some on the desk. There are some on the desk. Xo'sh, hamsa bugungi darsimiz mana shu bo'lib qolibdi. Topshiriq so'zliklarni 20 qatimdan 30 qatimga ko'chiranglar. Undan keyin cho'qim tekst yodlamanglar. Sizlarga yanalan deydigan tavsiyalarim, bir kitobni yodlaganinglar, bolalar 10 kitob o'rgangandan a'lo. All right? Bir kitob yodlaganlik 10 kitob o'rgangandan a'lo. All right. See you next time.